Aylantiring. Toyloqdan Xo'janazarova Ochilbibi. Keling. Oxirgi imkoniyatlar, 3-imkoniyat. Qarsanglar. Nechta farzand onam o'zi? 6 ta. 6 ta farzand. 3 ta o'g'il, 3 ta qizmi? Navaralar nechta? 18 ta. 18 ta. Avara bormi? 4 ta avaram. Ana, yashang. Chavaralarni ham ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. LCdan Damas. Men sizni raqsga taklif qilaman. Qani kelinglar. Onamni tabriklayman. Kulüp muhabbetin ortada İkimizni yonganimiz boshqacha Ishq o'ynashib lablarimiz ordan Xumor qonganimiz boshqacha O'ynab kulib muhabbetin ortada Qarsanglar bo'lsa, xush kelibsizlar. Aytdim-ku, yo'q joydan Damas naqd. Damas. Hozircha men qarang, basketbol nima bo'ldi? O'ynadim. Ha? O'ynayman. Shug'ullandingiz. Ha, shug'ullandim. Bo'ldi. Agar mana bu ikkita yosh avlodga trekker barabandan tushmasa, maydonda ikkalasini tinchitasiz. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz, qarsanglar. Keling, Zuhraxon. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisidan Damas avtomobili Samarqandlik, Toyloqlik yurtdoshimizga nasib etdi. Chin dildan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Ana. Ana endi gapiring onam. Avvalambor mana shu omad shou qatnashchilariga kattadan katta rahmat. Omad shou haqiqiy o'yin ekan. Mana ixlos qilib o'ynadim. Men she'rga kelib turibman. Ana. She'rga kelib turganim o'zi men uchun bir omad bu. 1409-avtomobil Samarqand Toyloq. Muborak bo'lsin. Rahmat. Va nabiralaringizga sovg'alar. Ko'rsatuv bosh homiysi LCdan, Jescodan mahsulotlar to'plami. Salomat bo'ling. Zuhraxon, keling, yordam bering onamga. Barabanni aylantirasiz. To'xting, salomlar yo'qmi? Sal ulfatlaringiz bor, gap o'ylaydigan. Meni ko'rgan, bilgan, tanigan butun O'zbekiston ahliga salom. Toyloq tumaniga salom. Sinfdosh dugonalarimga salom, mahalladoshlarimga salom, gashtakchi o'rtoqlarimga salom. Gashtagan bor. Ha. Davasda borar ekansiz, deydi. Qarindoshlarimga salom, nevaralarimga salom, kelinlarimga salom. Hammalaring o'ynaylar, men she'rga kelib omad shou qatnashchisi bo'linglar. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Tegidan shamollab tursin. Rahmat. Barabanni aylantirasiz, onam. Bismillahirrohmanirrohim. Kuzatib qo'yamiz.